Safoturda tarixiy voqea. Safoturda kecha ham tarixiy voqea bo'lgan, bugun ham tarixiy voqea bo'lyapti. Qayerdan kirgan bu yerga, qanaqa qilib kirgan? Alloh bilan. Hojona, sizlar Safoturda keldinglarmi? Mazza ekanda sizlarga. Qanaqa qilib kirib oldinglar aravada? Arabada kirib oldim. Maşallah, tabarakallah. Onamdan 2 marta aylandi. Endi men o'zim 5 marta aylantiray. Hop, endi aravada bu yoqqa kim tushirdi sizlarni? Indamay tushgan ordinglarmi? Hech kim indamadimi? Ha, bo'pti, aylanaveringlarchi. Onam oyog'i chidamadida. Bo'ldi. Ehtiyot bo'ling. Odamlarga ehtiyot bo'ling, Ha, aylantiray. sekin uzorada ehtiyot bo'ling. Ha, aylantiravering-chi, qani? Rahmat. Arava berdi o'zi hadiyani. Bu aravani berdimi? Meniki tashqarida qoldi, bu sherigimniki. Ha. Sherigim 7 marta aylanib o'tiribdi endi namoz o'qiyapti. Qayerda o'sha joyni topaylik-da, men sizlarni keyin narigi gruppalarga qo'shib qo'yaman. Ular Aylanib bo'ldi, nari yoqqa chiqib ketdi, birga chiqamiz. O'zim men sizlarni olib chiqib ketgani keldim. Men endi yana Hojona, aylanib Ka'bani tomosha qilib aylaning, bo'ptimi? Faqat Ka'badan ko'zingizni uzmang. Qarang Ka'baga.